Assalomu alaykum. Mana shu Trigelim mahsulotidan va mana bu tozalovchi choydan farzandingizni ichirdingiz. Qanaqa natija oldingiz va nima shikoyat bilan kelgandingiz? Hozir holatlari qanaqa? Meni farzandim qurti bor edi. Shunaqa kechqurun bezovta bo'lib, og'zidan suv oqib, tepinib, bezovta bo'lardi, tishlarini g'ichiratardi. Shu bola bilan gaplashib, qurt tushiramiz deganda o'qib kirgandim. Biz Uchqo'rg'ondan keldik. Shu Trimagel mahsulotini Trigel mahsulotini xarid qilib 16 kun mobaynida hammasini ichkizdim, chiroyli qilib choylarini damlab, hammamiz oilaviy ichdik buni choyini. Bu dorilarni vaqti bilan o'tib, qanday yozilgan bo'lsa o'sha tartib bo'yicha ichkizdim. Nimasiga rioya qildik, parhezlarga rioya qildik. Haqiqatan tashqarida umuman bema'ni narsa yemadi, xrusti, fast foodlar yemadi. Bolam juda ham yaxshi natija oldik. Haqiqatan ham qurtlari yo'qolib, yuzlari tiniq bo'lib, sho'r bo'lib ketgandi beti, tepinardi, inji, qaysar, asab o'shalari ham qoldi. Qolib bir qabziyat edi, ichi kelmasdi, o'zim majburiy klizma qilardim. Hozir haqiqatan ham shu dorilarni ichib bolam juda ham hozir yaxshi. Ichlari ham, yuzlari ham chiroyli bo'lib, tiniq bo'lib qoldi. Mahsulot zo'r. Men ishondim haqiqatan. Endi o'g'illarimga ham ichkizmoqchiman, xudo xolasa. Ishtahalar qanaqa? Ishtahalar juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Ishtahasi haligi jicha yerda tez to'yib qolardi. Hozir chiroyli bo'lib 3 mahal ovqatlanadi, tez yerdi unda. Hozir normaga tushib qoldi. Men juda ham qandaydir ixlos qildim. Lekin axlatini tekshirmadim, lekin natija ko'rdim-da. Tepinishlari qoldi, suylaklari qoldi. Qurtlari haqiqatan ham davolandi. Menga bizga em bo'ldi, shifo bo'ldi. Undan juda ham xursand o'shanga sizlarga rahmat aytib, minnatdorchilik bildirgani keldim. Endi buni qolgan dorilarni ham olib yana davom ettirmoqchimiz. Mana bu IQ Box mahsulotini amiya faoliyati uchun vitamin kompleks va Navamin mahsuloti. Endi bularni ichkizaman, xudo xolasa. Yana agar bizdaqa qurti bor bolalarga men ham tavsiya qilaman. Haqiqatan ham natija bor. Yolg'on emas, haqiqatan men ichkizib ko'rdim, Uchqo'rg'ondan keldik. Endi o'g'illarimga ham ichkizmoqchiman shundan. Ammo hammasini o'rniga qo'yib, tartib bilan o'sha aytgandek, biz metka qilib belgilab bordik. 7-kunmi bugun abitda ishdi, kechqurun ishdi. Yozib, o'sha parhezlarni ham rioya qilish kerak ekan. Men ukam aytuvdim, men rioya qildim hammasiga. 16 kun to'liq ichkizdim. Haligi soatiga minutini ovqat bilan birga bolam ham chidab berdi, rahmat qizimga ham. Lekin zo'r natija bo'ldi. Natija zo'r bo'ldi. Sizlarga natija zo'r bo'ldi. Sizlarga ham hammaga tavsiya qilaman. Trigel zo'r. Natija uchun rahmat. Natija uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat tavsiya qilganingiz uchun, kam bo'lmang.